Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, kanalimiz mehmonlari. Navbatdagi videomizni Andijon mashina bozoridan Lacetti avtomobillaridan boshladik. Birinchi avtomobilimiz Stolnoy Svetdagi Lacetti akalar 2011-yil 211 ming shunaqa yurgan deyishyapti. Birinchi pozitsiya mexanika. Avtomobilimizni motor qismiga kelsak, motorimiz ko'ryapsizlar, bu 8. Patronli choklari, usuletirlar, xullas gazlari akalar bor. Balonlariga kelsak, balonlarimiz, tutdi balonimiz yaxshi holatda ekan. Salon yo'q, qo'rilari, chexollari akalar, salon holatlari. Mashina birinchi pozitsiya. Olqonlar tonirovka bo'lib borgan ekan. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan akalar ko'rinishi. Ko'pchilik videolarni ko'ryapti, like bosmayapti. Like'da maksimalniy podдержка qilasizlar akalar. Kanalga obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib, qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yamiz. Temir metal. Sizdan taniymi deyman men. Zapaska bo'lon qog'ozlari va bagajimiz akalar chok holatlari. Mashinani orqadan bir qator videosi avtomobilimizni qo'ygan ma'lumotlarni olib ketamiz. Aka, motor hadoylari qanaqa? Motor hadoylari zo'r. Yaxshi, motor rasxod yo'q-a? Motor rasxod yo'q. Hadoyda ishi-chi? Hadoyda ham ishi yo'q. Hadoyda ham ishi yo'q ekan. Qayerda mashinasi? Andijon shahar. Shaharda mashinasi. Kirasi kaltelari? Hop, kaltagi yo'q, ishlanganiga sepilgan 25% kraskasi bor. Ishlanganiga sepilgan 20-25% kraskasi bor deyishyapti. Bunaqa kaltaga akalar yo'q ekan. Narxini qancha dedik? 5300 jinday kami bor. 5300 ozmoz kami bor-a? Gen chiqmaydi, 30 olish. Gen chiqmaydi ekan akalar, faqat 30 olish kerak. Variant barter bank yo'llab bormi aka? Bank qilib Bank qilib olsa bo'laveradi. Variantga chiqmaydi. Yo'q, variantga shu. Aha. Telefon nomeringiz? 99lik. 99lik 605 605 0353. 0353 raqamlariga akalar aloqaga chiqamiz. Mashinamiz 2011-yil 211 ming yurgan, 20-25% kraskasi bor ekan. Ishlanganga sepilgan joylari akalar telefon qilib akalar bilan gaplashib kelisha olasizlar. Gen chiqmas ekan. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangli Lacetti. Mashinamiz 2013-yil 344 ming yurgan ekan akalar. 3-pozitsiya avtomat korobka. Menimcha endi salonga kirganda ko'ramiz. 1.6 motorligi. 1.6 motorda, avtomat mexanika qilingan. Avtomat akalar mexanika qilingan ekan 1.6 motorda. Patronlik choklari, usuletillar, xullas propanda mashinamiz. Oldin bilasizlar akalar, ko'pchilik avtomatga qiziqmagan, salonni olib chiqtirib kerak bo'lsa joyida mexanika qilishib o'rgan. Shunda bu mashina ham mexanika bo'lgan ekan. Lyuklari mana ishlab turibdi. Linonin, ko'rik, chexol, xullas salon holatlari 3-pozitsiyada. Pakeleniya propanlari bilan 48 ta. 500 kilometr yuraveradi. 500 kilometr yuraveradi bemalol. Bagaj qismiga kelsak. Mana ko'ryapsizlar akalar. Kalta udonlari yo'q ekan. Mana qozonlardan ham sekin bilib olsanglar bo'laveradi. Bitta zapravka bilan 500 yuradi deyapsiz-a? Qancha bilan to'layapti endi bu? Motor hadoylari qanaqa ekan? Kamchiligi yo'q. Minish bor. Oladi, minadi. Kamchiligi bitta shofyor. Motorda rasxod yo'q, xullas hadoylari ham yaxshi ekan akalar, eshitdinglar, lyuklarigacha mana ishlab turibdi. 1.6 motorda 3-pozitsiya faqat mexanika qilingan. Kraskasi-chi? Kraskasi 25% ga baraka qiladi. 25% ga baraka bo'ladi. Old-orqalari? Old-orqalari ham akalar pechat ekan. Narxini qancha deyapsiz aka? 5800 dan o'tib beramiz. 5800 kami bor. Barakasiga ozmoz o'tib berilar ekan. Savdosi ham bo'ldimi buni? Bo'lyapti, endi u yo'q pul endi. Masalan, u savdosi yo'q pulligi uchun, bo'lsa zo'r pul olsa berib yuboramiz. To'g'ri aka. Variant barter bank yo'llarichi aka? Ularni telefon qilsa gaplashaveramiz. Variant ham chiqaradimi? Voha-pohalarga naqd pulga gaplashamiz. Bunlarga uzadigan odamlar. Andijonda o'zida bo'lsa barter hamma yoqqa kelishamiz. Variant ham chiqaradi Andijonda o'ziga. Variantga olib bermaymiz. Andijonga ular variantga chiqmas ekan akalar. Telefon qilib akalarni o'zlari bilan bir qator gaplashasizlar. Telefon nomeringiz aka? 97lik 97lik 473 473 2080 raqamlariga akalar aloqaga chiqaraveramiz. Nexia ham olyapti. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangli Lacetti. Akalar mashinamiz 2010-yil 500 ming yurgan ekan. Mashinamiz xullas bizni motor qismiga kelsak, mana motor holatlari, adramlik
choklari, usletillar, xullas. Mana motor holatini ko'rib turibsizlar. Bu 8 motorda. Balonlar ikki balonlarimiz ham o'rtacha holatda ekan akalar. Avtomobilimizni salon, linonin, ko'rik, chexol, xullas mana salon holatlari birinchi pozitsiyada. Aka bagaj bosib oling. Orqa oynalar ta'mirotga bo'lgan. Xullas mana avtomobilimiz bu yoqdan salondan biroz ko'rinishi. Bagaj qismiga kelsak, propanda. Mashina akalar propanda ekan. Hozir bu yoqdan sekin bosib ketamiz. Qadalib qopti, ochilmayapti. To'g'ri tushunamiz akalar. Bagajimizni akalar chok holatlari. Avtomobilimizni orqadan bir qator videosi. Aka, motor hadoylari yaxshimi? Rasxod yo'q-a? 7 million pul sarfladim. Xullas akalar motor yaqindan qilingan ekan. Xullas motorda muammo yo'q. Hadoyda ishi? Yo'q-a. Hadoyda ham akalar ishi yo'q ekan. Rolni qildirib qo'ygan. Rolini akalar qildirib qo'yadigan joyi bor ekan. Xullas kraskakaltelari-chi? Yo'q, kaltaga yo'q, kraskalari bor 2-3 ta joyda. Qanday joyda? Oldarqalar pechatmi? Oldarqalari akalar pechat ekan. Narxi qancha? 5000 deyapsiz a? Ha, tushib berasiz. 5000. 5000 akalar kami ham bor ekan. Variant Barterbank bo'ladi. Emas. Chiqaveradi. Ham bo'laradi, bank ham. Variantga kami qancha pullar bo'lsa telefon qilsan aka qo'llarida. 4 minglar bo'lsa bo'ladi. Eng kamida 4000 pullar bo'lsa telefon qilsanglar variantga ham chiqarar ekan. Telefon nomeringiz 604 30 20 91 604 30 20 91lik raqamiga akalar aloqaga chiqaramiz. Telefon qilib gaplashib boshqargan joy ekan. Mashinamiz mana holatini o'zinglar akalar ko'rib turibsiz. Navbatdagi avtomobilimiz oq rangdagi Lacetti mashinamiz akalar 2010-yil 328 ming dedingiz-a? 328 ming yurgan ekan. 1.8 motorda. Adranlik, choklari, usletillar, xullas akalar gazlari ham bor. Balonlar ikkisi balonlarimiz almashadigan holatda. Saloni linoni yo'q, ko'riklari, chexollari, mana salon holatlari. Bir qator olib turib, qo'ygan joylari bor ekan, orqa oynalar ta'mirlab qo'ygan. Ular salonlari shu holatda akalar. Bitta chexol, taqsirlar, cho'tki bo'lib qoladi, chexollari yo'q ekan. Temir metan. Bagajimiz akalar choklari, zapaska balonlari bor ekan. Bagajimizda mana chok balonchlari. Avtomobilimizni orqadan bir qator akalar videosi. Mashinamizning holatini ko'rib turibsizlar. Aka, motor hadoylari qanaqa? Motorlarni yangi qildirib qo'yganlar. Motorda umuman rasxod yo'q-a? Hadoyda ishchi? Yo'q, hadoylari ham yetib beradi. Hadoylari ham akalar yaxshi ekan. Xullas olib turib, mashinaga rasxod qilmaysizlar. Minadigan joy ekan. Kraskakaltelarni qanaqa deyapsiz aka? Kapot ustidagi raskasi bor. Aha. Ikki eshigidagi raskasi bor. Kapot usti ikkala eshikda bor-a? Mana shilinganiga shunday tepeda sepib qo'ygan. Shilinganiga sepilgan. Bu kirilloda yo'qmi? Yo'q. 3 litr yechilganmi, yechilmaganmi aka? Yo'q, yo'q. 3 litr yechilmagan-a? O'ziniki ekan. Narxini qancha deyapsiz? 5300 ga olib beramiz. 5300 kami bor-a? Savdosi bo'ldimi, yo'qmi? Yo'q, bo'lyapti har xil. Variant Barterbank. Variant yo'q, barter bor. Bank qilamiz. Barter demoshlarga bank qilib olsanglar bo'laverar ekan. Telefon nomeringiz 93lik 057 44 99 a? 4499 raqamlariga akalar aloqaga chiqamiz. Mashinamizning holatini ko'rib turibsizlar. Telefon qilib gaplashib kelishib olaverasizlar. 5300 kam bor ekan akalar. Endi qolganini o'zingizlar kamini gaplashasizlar. Mashinaning holatini o'zingizlar ham akalar ko'ryapsizlar. Navbatdagi avtomobilimiz akalar qora rangdagi Lacetti. Mashinamiz 2011-yil. 193 ming dedingizmi? 193 ming yurgan akalar. Avtomobilimizning motor qismiga kelsak, motorimiz 1.8. Adranlik, choklari, usletillar, xullas gazlari ham bor ekan. Balonlari ikisi balonlarimiz, 4 ta balonimiz yaxshi holatda. Avtomobilimiz saloni linonin, ko'rik, chexol, xullas salon holatlari, orqa oynalar ta'mirlab qo'ygan. Bagaj qismiga kelsak, temir metallari, bagajimizda akalar choklari, zapaska balon, damkrat, xullas hammasi akalar bor. Bagajimizning bu yoqdan bir qator choklari, orqadan yotishgan shuni hisobiga salonda akalar olmadik. Aka, motor hadoylari? Hamma yo'q, ideal holat. Yaxshi, motorda rasxod yo'q-a? Motorda rasxod yo'q. Motor hadovoy, kolobka, chiqib minib ko'radi, yoqsa bo'laveradi, yoqmasa qolaveradi. Qayerda mashinasi bu? Shahardiki. Shaharda mashinasi.
Kraska kaltalar qanaqa? Kraska kaltagi umuman yo'q, hatto sapochog'i ham toza aka. Xullas mashina kraskalari akalar toza ekan, bemalol olib borib ko'rsatib tekshirib olishaveradi. Tekshirtirib akalar olaverasizlar. Narxi-chi buni? Narxini aka yaqinroq qilib 7,5 ming deyapmiz. 7,5 ming kami bor. Kami bor. Savdosi bo'ldimi, yo'qmi? Bo'ldi. Qancha qilishdi? 7 ming. 7 mingga berilmadi. Ustiga qo'shsa barakasi bo'ladi. Ustiga qo'shsanglar, chamta qiziqqani bo'lsa, ming. akalar barakasi ham bo'lib ketar ekan. Variant barter bank Bankka beramiz. bank qilib olsa bo'laveradi. Variantga chiqmaydimi? Yo'q, chiqmaydi. Variantga akalar chiqmas ekan. Barteri? Bor. Barteri demo mashinalariga ham? Mashinalarga bor. Barteri. Cobalt, Nexia, Lacetti'larga bor. Cobalt, Nexia, Lacetti'larga bor, Bor. Telefon nomeringiz aka? 90lik, 90lik 140, 140 0490. 0490 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangli Lacetti mashinamiz 2013-yil. Bu qancha yurgan dedingiz? 286 ming yurgan. 3-paysi avtomati. 3 avtomat akalar 1.6 motorda. Mana motor holatlarini o'zingizlar ko'ryapsizlar. Padranlik, choklari, uskuletorlar, xullas gazlari ham bor ekan. Balonlari kelsak, balonlarimiz, to'rtta balonimiz yaxshi holatda. Avtomobilimiz saloni Nino'ning ko'rik, chexol, xullas salon holatlari, akalar avtomat korobka, ko'ryapsizlar. Luklari ham ishlab turibgan. Orqonalar tonirovka bo'lgan. Mana bu yoqdan ham bir qator salondan akalar ko'rinishi. Xullas mashina salonlari ham uhajinli, qaralgan mashina ekan. Bagaj qismiga kelsam temir metan aka, temir metan. Mana xullas nimalar turibdi ekan. Xullas zapaska hamma yo'q akalar bor ekan. Mashinamiz mana bu yoqdan ko'rinishi. Motor hadoylari yaxshi, xudo xolasa. Faqat oladi minadi, faqat o'zi uchun bitta dokument qilib bo'ldi. Generallik ham chiqadi. Xullas motor, hadoy, korobka, xullas hammasi akalar cho'tka ekan. Gen ham bemalol chiqaveradi deyapti. Kraskasi-chi buni? Kraskasi ikkita petrosi bor, akalarga rostdan ikkita joyda petrosi bor ekan. Ma'qulda. Aytgan oldi mana shu yerda petrosi bor. Mana shu yerda mana shunday petrosi bor xolos. Shu yerda. Bu yer bilan bu yerda akalar ikkita joyda petrosi bor ekan. Ular butun detalda kraskasi yo'q deyapti. Mashina o'zi ham ideal holatda ekan. Liklari hamma yoq ishlab turibdi. Narxi qancha dedik buni? 7,5 ming deyapmiz aka. 7,5 ming kami bor, Kami bor. Variant barter bank Bo'laveradi, telefonlar. chiqaveradi. Variantga qancha pullar bo'lsa telefon qilishsin. 3,5 ming. Variantga akalar eng kamida 3,5 ming pullar bo'lsa telefon qilsanglar, sizlar chiqaverar ekan. Telefon nomeringiz 90lik 90lik 140 0490. 140 0490 raqamlariga akalar aloqaga chiqaveramiz. Navbatdagi avtomobilimiz akalar oq rangli Lacetti mashinamiz 2012-yil 300 ming yurgan ekan. Ikkinchi paysiya mexanika. Xullas kraskalari akalar toza ekan. Lacettining kraskasini tozasini minaman degan akalarimizga tashlab qo'yamiz. Motoriga kelsak, motorimiz 1.8, padranlik, choklari, uskuletorlar, xullas gazlari akalar bor. Bunday yaxshi tashlaymiz. Balonlariga kelsak, balonlarimiz to'rtta yangi balongacha taqilgan. Saloni Nino'ning ko'rik, chexol, xullas salon holatlari, chexollargacha yangi chexollargacha taqib qo'yibdi akalarimiz. Nino'ning xullas saloni ham urinib ketmagan, chista, xullas cho'tga qarab minilgan mashina ekan akalar. Polni shumka bo'lgan, polni akalar shumka bo'lgan ekan. Xullas ko'zlashlar mumkin. Obshipkalarida ham umuman chizilgan, netgan joylari yo'q. Endi hali mashinaning yiliga akalar nimasiga qaraganda mashina xullas cho'tki qarab minilgan mashina ekan. Temir metan bagajimiz akalar choklari. Mana qozonlarini ham o'zingizlar ko'rishingiz mumkin. Zapaska balonlari ham yangi ekan, damkirat, ключ, xullas hammasi bor. Bagajimiz akalar choklari. Xullas qizig'i mashinaning kraskalari toza. Motor hadoylari yaxshimi aka? Zo'r aka, 100%. Motorda rasot yo'q, hadoylari ham yaxshi. Olib turib minishga tayyor. To'rtta yangi balonga taqib qo'yishgan ekan. Narxini qancha dedik aka buni? Narxini aka sizni podpischilaringizga aka 6800 dan qilib beramiz. 6800 kami bor. Kami bor. Savdosi-chi bo'ldimi yo'qmi? Savdosi bo'ldi. Qancha qilishdi? 64 ga beraman. 6400 ga berilmadi. Variant barter bank Variantga aka 3000, 3,5 ming puli boriga 5 to'rtga qilib beramiz. 3-4 ming puli boriga 5 to'rga. Nasiyaga kelishaveramiz. Naqayin nasiyaga. Gen chiqami yo'qmi aka? Aka xohlagan hujjati bo'ladi. Xohlagan hujjatlarni qilib olsa bo'laveradi. Telefon nomeringiz 88lik 88lik 993 15 14 raqamlariga akalar 15 14 raqamlariga akalar aloqaga chiqaramiz. Mashinamiz mana holatini o'zingizlardan ko'rib turibsiz.